o'zi choy ichgandan boshlab o'sha qanchada effektini sezdingiz o'zingiz? Manmi? O'zida 10 kun ichida. Hayom allergiyaga o'xshab qitishardi. Shunda reska to'xtadi. Qiyilib o'sha tuzalish qiyin bo'lardi. O'shalarni shunday yo'q bo'lib ketdi. Yaxshi, oyoq qo'llarim uyushi 80% kamaydi. Ondan baland yurardim. Ondan baland. Yaxshi yurganim ondan baland yurardim. Zetalarni ancha kamaytirdim. Bu ziyonli yo'q bu yerda hammasi tabiiy dedilar. Ichib ko'ring dedilar. Keyin ichuvdim, yaxshi bo'ldi. Shuni ichayotgan ekanlar. Ular ham effektini zo'r deb maqtadi. Ichib ko'rsiz. Foydasini ko'rsanglar keyin ko'paytirasiz. Mahsulotdan rozisiz? Sizga rahmat. Rahmat. Shuni o'ylab topganingizga, yechim chiqarganingizga. Endi avvalambor Alloh fazli bilan bo'ldi bu narsa. Lekin rahmat. Ko'pchilikdan kommentariyalarni zo'rini eshitaman. Живойga eshitaman. Живойga like'lar bosishyapti. Men ham like bosaman. Avvalambor Alloh fazli, lekin zo'r. Hozircha choy mahsulotimizni olganingizga qancha bo'ldi? 3 oy bo'ldi. O'zi saxarli diabet bo'lganingizga qancha vaqt bo'ldi? 3 yil bo'ldi. Qon davomsizda yo bo'lmasa nima orttirmami? Yo'q, orttirilgan. O'g'ri tushgandan keyin o'shandan keyin saxar. Stress bo'lgan. Stress. Birinchi saxar bo'lganingizni qayerdan bilgansiz? Birinchi saxar bo'lganimda faqat uxlab, suv ichib qatnadim, yo'lchiga qatnadim. Keyin mazam bo'lmadi, xo'jayin ham bunaqa yo'qtirmagan. Poliklinikaga chiqib ketganlardi. O'shanda shunaqa bo'lyapti desam 19 chiqdi. Doktordan so'radilar, bitta saharga topshirib ko'rdilar. Ertasiga ertalab chiqib topshirsam o'shanda 19 chiqdi. Saxar asoratlari qanaqa o'tdi sizda? Masalan, oyoq og'riqlari bo'ladi kimdadir, ko'p peshobga chiqishdi. Ko'p suv ichdim, peshobga chiqdi. Oyog'im mana shu 1-2 yildan og'riydigan. Men o'z uyda ko'p lecheniyalar olardim. O'zim sama lecheniya qilardim. Kapinsalar quydirib turardim. Keyin o'sha oxiri bora dorisini ichib kakan, bir oylik dorini 3 oyda zo'rg'a tugatganman. Chiqib qum bilan qaramadim. Oxirgi marta mazam bo'lmaganda chiqsam, anaqa banchaga yozib berganda o'shanda insulinga o'tkazdi. Mana shu 6 oycha bo'ldi insulinga. Insulin ham olasiz, shuni bo'yicha. Hali ham kamaytiryapsiz sekin-sekin. Dorilar ichyapsizmi? Ichmayman. Endi sizlardan telefon qilishdi, sog'lig'ingizga qarab sekin kamaytiring deyishdi. Ancha kamaytirdim. Ancha kamaytirdingiz hozirga. Reska to'xtatib qo'yuvdim, bo'lmadi. Keyin doktorlar telefon xabar olib turdilar. Keyin yo'q, sekinlik bilan bir xilada bittada bo'ladi, bittada sekinroq bo'ladi. Siz sekinroq harakat qiling dedi, bir xilada sekinroq o'tadi. Lekin ancha yaxshiman. Ancha yaxshisiz. Zo'r shu natijalarga ko'z tegmasin. O'zi choy ichgandan boshlab o'sha qanchada effektini sezdingiz o'zingiz? Manmi? O'zida 10 kun ichida. Yana nima o'zgarishlar bo'ldi? Suv ichishim kamaydi. Hojatga qatnashim kamaydi. Kechki payt endi nafs buziladi, endi shunda ham dieta qilishga harakat qilaman. Nonli, unli mahsulot yeb qo'ysam, hayom allergiyaga o'xshab qitishardi. Shunda reska to'xtadi. Keyin oyog'im oralari to'g'rat qilganda eramzada ichga sal bichilib, qiyilib o'sha tuzalish qiyin bo'lardi. O'shalarni shunday yo'q bo'lib ketdi. O'sha sразу effektni sezdingiz. Yaxshiman. Oyoq qo'llarim uyushi 80% kamaydi. Kamaydi. Lekin effektini sezyapsiz. Oxirgi marta qachon o'lchadingiz saxar ichsiz? Banchada o'tgan. Qachon edi? Shu 3 oy ichidami? Yo'q, ancha bo'ldi. 20 kuncha bo'ldi chiqqanimga. Order orqali yotdim. O'shanda 8,5 bilan chiqdim. 8,5 bilan chiqdingiz. Ondan baland yurardim. Ondan baland. Yaxshi yurganim ondan baland yurardim. Ko'z tegmasin, zo'r. Yaxshimi? Zo'r. Zetalarni ancha kamaytirdim. Nonlarga qo'lim uzata olmayman. Bir mahal, 2 mahal bo'lsa nonni to'xtatib qo'ydim polni. Chunki men nonni yesam, o'shanda mazam qochayotganini sezuvdim-da. Unli mahsulot. Har holda 1-2 marta nonga qo'l uzataman. Hozirda lekin shirinlik yemayman. Shirinlik yeymiz. Yo'q, xolbi yeyman, lekin shirin choy, kofe, pechoniylardan o'zim olib qochaman. Endi opajon qarang, bizda ijtimoiy tarmoq agar kuzatgan bo'lsangiz, odamlarda shunaqa fikr borki, misol insonlar biz ko'p mijozlarimiz uylariga odzivga boramiz, bular tipa pul taklif qilib yoki shunga o'xshab anaqa qilishadi degan fikr bor. Bu haqiqat. O'shalarga nima deyapsiz? Chekkalanib yurganlar. Mazam bo'lmagandan xo'jayin o'zlari tavsiya qildilar, ichib ko'r dedilar. Lekin endokrinologga borsam ichmang, bular isbotlanmagan dedilar.
keyin sizlarni doktorlar aytdilar keyin mayli 1 oy ichib ko'ring 2 oy ichib ko'ring bu ziyonli yo'q bu yerda hammasi tabiiy dedilar ichib ko'ring dedilar keyin ichuvdim yaxshi bo'ldi keyin сразу oltitapochka oldim zo'r lekin alhamdulillah yaxshiman man даже mani o'rtog'i ham shu narsani icharkanlar va o'rtog'imdan ma'lumot so'rab turaman ular ham dietani полный to'xtatdilar ular ham qattiq dieta berayotganlar shuni ichayotgan ekanlar ular ham effektini zo'r deb maqtadilar keyin ammo o'zlari ham qaynagachilar ekanlar ular полный ya'ni 5 mahalmi insulin bor kuchli ular ham insulindan chiqib ketibdi zo'r man surishtirdim endi anaqa qo'rqasizda endi lekin odam jon shirin-ku shunaqa surishtirsam yo'q odamlar ko'p anaqa yaxshi zo'r deyishyapti mahsulotdan rozisiz alhamdulillah sizga rahmat shuni o'ylab topganinglarga yechim chiqarganinglarga endi avvalambor Alloh fazli bilan bo'ldi bu narsa lekin rahmat ko'pchilikdan kommentariyalarni zo'rini eshityapman живойga eshityapman живойga layklar bosishyapti men ham layk bosaman avvalambor Alloh fazli lekin zo'r avvalambor Alloh bizni sababchi bo'lib qo'yganidan xursandmiz keyin tengdoshlaringizga nima tavsiya qila olasiz shu Toshkent shahrida yashovchi va ikkilanayotgan insonlarga mahsulotni olishga ichib ko'ringlar ichib ko'rsin foydasini ko'rsanglar keyin ko'paytirasizlar zo'r 1-2 oy ichinglar o'sha 1-2 oyda 1 oyda bo'larkan 2 oyda мощный effektini ko'rasiz o'shandan keyin o'zinglar lekin ichib ko'ringlar tavsiya qilaman zo'r 1-2 oy ichib ko'rsanglar rezultatini ko'rsanglar effektini keyin u yog'iga ko'paytira olasizlar man ham 1-2 oy ichib o'shanda effektini bildim no natijasini sezdingiz o'zingizda bemalol tavsiya qila olasiz zo'r bo'lmasa hammaga har xil ta'sir qilar ekan menga zo'r ta'sir qildi to'g'risini aytaman chin dildan zo'r bo'ldi endi sizga foyda tegayotganidan biz xursandmiz